Pashti Damazli puliga Shinray X30L modeli sotilyapti. Buni xil modeli bor ekan, ya'ni X30 bor, bizdagi X30L, ya'ni X30 dan ancha farqi bor, kattaroq bo'ladi ekan. Hozir ichkarisini bir qator ko'rsatib o'taman. Salon qismiga o'rindiqlar soni 10 kishilik, ya'ni 3 tadan ketadi, oldiga 1 kishi. Konditsionerlari bor, ishlaydi. Yurgani qancha edi Bekzod aka? 91 ming. 91 ming yurgan ekan. Rollari gidravlik a? Yo'q, elektrousilitel. Elektrousilitel ekan, rollari, motori Motor ochilmagan. motor ochilmagan, biri 6 motori, moy yemaydi. Yo'q, kraskasi toza. Hadovoylari yaxshimi? Hadovoylari bor. Chaqa chiqasi bor. Ha, bordi. Eng asosiysi kraskasi yo'q ekan, suyagi butun. 70 talik metanimiz bor, ha? 75 talik. 75 talik metan bor. Qancha yuradi? 200 dan oshadi. 200 kilometrdan sal ziyodroq yuradi ekan. 70 talik metani bor. Benzinga yuradi. Metan benzinga yuradi. Keyin qo'shimchasiga yana metan qo'ysak bo'ladi ekan. Nechta 30 ta qo'ysak bo'ladi dedingizmi? 30 talik bo'ladi. 30 talik yana bitta metan qo'yib yuborishni imkoniyati bor ekan. 23 yil. 23-yil ishlab chiqarilgan. Aka qancha deyapsiz narxini? Narxini 125 deyapmiz. 125. Bu mashinamiz bozorga ham chiqqan, narxlari to'g'ri kelmagan, sotmagan, ya'ni Jizzax bozoriga chiqqan. Akaga biz bitta narx aytdik, ya'ni 115 million qo'yaylik, yana ozgina kelishtirib berasiz dedik. Bo'lam aka, 115 million qo'ysak? Mayli. Bekzod akamiz mashinasi 115 million so'mga qo'yibmiz. O'zining telefon raqamini pastda qoldiramiz. Yana o'zaro kelishtirib olsangiz bo'ladi.